tushda isitma ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirning aytishicha, har kim tushida doimiy isitma tutayotganini, chunonchi bir lahza ham qo'yib yubormayotganini ko'rsa, doimiy buzuq va yaramas ishlar bilan mashg'ul ekaniga dalildir. Azobdan najot topish uchun tavba qilmoqlik kerak. Kirmoniy aytadiki, har kim tushida uzoqqa cho'ziluvchi isitma tutayotganini ko'rsa, tani soz, umri uzoq bo'lishini bildiradi. Agar andak isitma tutganini ko'rsa, ta'biri aksinchadir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.